Sen berishing kerak buga 2000 ni ham men senga topib berishim kerakmi? Pul senga kerakmi? Borib kelishing kerak. Sen yoningda olib yurishing kerak, tushundingmi? Qanaqa muomala qilsan sen menga kalla ishlarni ot mashin bilan boshga urib yoribdi. Keyin senga men pul to'layman. Keyin men qanaqa muomala qilsam? Men Qizilbayramman, tushundingizmi? Siz o'zingizga tanishganimizdan beri nima olib bergansiz, esla olasizmi? Ertaga to'ydan keyin siz вообще meni boqib olmaysiz. Birinchi klientidingiz 2000 zdachi yo'q edi aka. Yo'q, endi nima deganingiz aka, roziman, yaxshi ishlar. Rahmat aka. Sizdagi odamlar ko'paysin. Aka, masjidni ochib zo'r qildinglar-da, bizga ham yaqin bo'ldi. Hamma narsalar sifatli, yangi. Men roziman sizga, bozordan bersin. Tanishganimizdan beri senga tayli narsa podarka ham qila olmadim. Xafa emasmisan mendan? Yo'q, nimaga xafa bo'laman? Xavotir olmang, hali sizda hammasi zo'r bo'lib ketadi. Hammasi yaxshi bo'lib, hali birgalikda erishamiz hamma narsaga. Siz o'ylamang. Rahmat senga.